Birgina fransuz tilini o'rganish orqali dunyoning eng rivojlangan davlatlaridan biri Kanadaga doim yashash uchun ko'chib borish mumkinligini bilasizmi? Fransuz tilini juda chuqur bilish shart emas. Faqatgina B2 darajada, ya'ni IELTS bilan solishtirganda 5,5 darajada bilish yetarli. Lekin bu degani tilni bilgan hamma ham talabga javob beradi degani emas. Keling tushuntiraman. Bugungi kunda qaysi rivojlangan davlatning doimiy yashovchi statusini olish oson bo'lmagan murakkab jarayon. Faqatgina ingliz tilini bilish kamlik qiladi, lekin Kanada fransuz tilini o'rganganlar uchun ajoyib imkoniyat taqdim etgan. Sababi fransuz tili Kanadaning ikkinchi rasmiy tili hisoblanadi va bu tilni biluvchi aholi soni kamayib bormoqda. Hukumat esa ular sonini chet eldan keluvchilar hisobiga barqaror ishlab turishga qaror qilgan. Kanadaga doimiy yashovchi maqomini xorijdan turib qo'lga kiritish uchun eng real natija keltiradigan usul aynan shu hozirda. Hozir ham yaqin kelajakda ham fransuz tilini biladiganlar yanada ko'proq kerak Kanadaga. Shuning uchun ham yildan-yilga bu yo'nalish bo'yicha kvotalar soni oshib bormoqda. Bilamizki, viza masalasida quruq gaplar emas, amaldagi natijalar gapiradi. Jami xarajatlariga 7-8 ming AQSh dollari yoki uzog'i bilan 10 ming AQSh dollarigacha pul sarflanishi mumkin. Harakatni esa tilni o'rgangandan keyin emas, ungacha boshlash zarur. Chunki ba'zi hujjatlarni oldindan tayyorlab borish talab etiladi. Video ostida kommentariya qismida yozib qoldiraman, tilni bilishdan tashqari yana qanday talablarga javob berish imkoniyatini oshirish haqida. Izohlarda Kanada fransuz tilida yozib qoldiring va to'liq ma'lumotni lichkangizga tashlab beraman.